Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun e'tiboringizga bor yo'g'i 3 sotix yer maydoniga mo'ljallab chizilgan 7 ta xonadan iborat 2 qavatli uy proyektining korobka holatini obzorini qilmoqchiman. Avvalo videoni boshlashdan oldin sizlardan bitta iltimosim, bittadan like, podpiska va o'zlaringizning fikrlaringizni kommentariyalarda qoldirib ketsangiz juda ham xursand bo'lardim. Va bir boshdan endi proyektimizni obzorini boshlaydigan bo'lsak, bu proyektimiz xorazmlik bir mijozimizning buyurtmasiga asosan qilingan va proyektimiz ham shu xorazmliklarning stiliga mos ravishda qilingan, ya'ni ularda kirish qismi alohida bo'lar ekan. Mana bunday kirgandan birinchi bitta katta hovga kirilar ekan. Ularda darvozaxona, ba'zilari darvozaxona qo'yish ham shart emas ekan. O'shaning uchun o'rniga bitta garaj qoldirganmiz. Xo'sh, bir boshdan boshlaydigan bo'lsak, mana bu garajimiz bo'lyapti. Mana bu yerda mashina kiradigan joyimiz bor va buni ichidan to'g'ri uyga kiradigan eshigimiz ham bor. Hozir buni ko'rsatib o'taman. Ustida bitta mehmonxonamiz bor, chiroyligina, va uyga asosiy kiradigan ko'cha tomondan kiradigan eshigimiz mana bu bo'lyapti. Zinadan to'g'ri kiramiz, uyga kiriladi. Va mana bu yerda bitta hol bo'lyapti, ya'ni ko'cha tomonga qaragan ikkita derazasi, oilaviy o'tirib choy ichib dam oladigan asosiy oilaviy o'tiradigan xonamiz mana shu yerda bo'lyapti. Ularda shunaqa qurilar ekan. Juda ham chiroyli, yevropeyskiy stilga juda ham yaqin bo'lgan stil bo'lar ekan. Bu uyimizning gabaritlariga keladigan bo'lsak, eniga 11 metr 60 santimetr va bunaqasi uzunasiga 16 metr. Bu asosiy uyimizning o'ziniki. Uchastka razmerlariga keladigan bo'lsak, uchastkamiz o'sha mana shu 11.60 va uzunasiga 26 metr bo'lyapti, 26,5 metr. Shu holatida 3 sotix yer maydoniga tushgan bo'ladi. Va ko'cha tomondan davom etadigan bo'lsak, bu yerda mana to'g'ri koridordan chiqib kelamiz, balkonimiz bo'ladi va bu tomonda bitta ota-onalar yotoqxonasi bo'ladi. Ya'ni uyimiz 2 qavatli va mana bu tomonimiz 1,5 qavatli bo'lyapti. Ya'ni mana shunday yevropeyskiy stilda qilingan bo'lyapti. Tomlari mana yopilishi ikki tomonda qo'shni bo'lganligi uchun ikki tomon gulxoy qilingan. Mana shunday holatda bo'ladi. Va hovli tomondan tushuntiradigan bo'lsak, hovlimiz mana bu tomondan kelganimizda mana to'g'ri mana koridordan, yana ko'cha tomondagi koridordan to'g'ri hovliga ham chiqib ketamiz. Bu yerda mana bitta spalniy birinchi etajimiz uchun va bu yerda oshxonamiz bo'lyapti. Holdan tashqari yana bitta oshxonamiz ham bor. Birinchi qavatda shunda 4 ta xona, ikkinchi qavatda 3 ta xona bo'lyapti. Va mana bu yerdan to'g'ri podvalga tushadigan joyimiz ham bor. To'g'ri oshxonamizdagi podval bo'ladi. Va tepalarga keladigan bo'lsak, ikkita mana bu yerda letitskiy xonamiz va mana bu koridordan keladigan oynamiz bo'lyapti. Obsh ko'rinishi mana shunday holatda bo'lyapti. Va endi videoni ko'p cho'zib o'tirmasdan uyimizni planirovkasini ko'rib chiqamiz va qisqacha material rasxodini ham aytib o'taman. Xo'sh, betonimiz, bu uyimizga ketadigan betonimiz, hozir betonini ko'rsatib o'taman. Mana shunday holatda bularni yashirib turamiz. Mana shunday holatda mana betonimiz bo'lyapti. Mana bu tomonimiz faqat podval bo'ladi. Kiradigan joyimiz mana to'g'ri kiramiz, qolgani va qolganlari обычный beton bo'lyapti. Shu holatdagi betonimizga 86 kub atrofida beton ketadi. Общий hisobda 86 kub beton ketadi. Hozir endi birinchi qavat planini ko'ramiz. Shunda birdan birinchi qavat va ikkinchi qavatga ketadigan g'ichlar sonini ko'rib o'tamiz. Xo'sh, birinchi qavatimizni tushuntiradigan bo'lsak, ya'ni mana bu qismimiz bir qavatlik va mehmonxonamiz paltarashka bo'lyapti. Juda ham chiroyli yevro stilda qilingan. Xo'sh, bir boshdan tushuntiradigan bo'lsak, mana to'g'ri uyga kiramiz. Kirganimizda mana koridor bo'lyapti. To'g'ri koridordan hovli tomonga ham chiqib ketamiz. Va undan oldin mana xorazmcha stil degani mana bu yerda kirganimizda to'g'ri hol bo'lyapti. Kattagina proyom bo'ladi. Bu yerga eshik qo'yilmaydi. Ko'cha tomonga qaragan derazasi bo'lyapti. Ya'ni ko'chadan to'g'ri uyga kiriladi. Kirganimizda hol bo'lyapti va buning yonida общий birinchi qavatimiz uchun mana sanuzilimiz, mana bu yerdan kirganimizda qisqagina koridorchasi bor. Bu yerda tualet bo'ladi, hojatxona va bu tomonda hammom bo'ladi. Ya'ni bu tomondan qaraganda mana shunday holatda bo'ladi. Va dalish ketadigan bo'lsak, mana bu yerda oshxonamiz, mana hovli tomondan qaraganda mana oshxonamiz to'g'ri mana eshikdan mana bu yerdan kiriladi. Hovli tomon to'g'ri ko'rinib turadi oshxonadan. Va eng qiziq joyi mana bu yerda mana podvalga tushadigan, podval emas, garajga tushadigan zinamiz. Mana bu yerdan to'g'ri zinadan tushsak, mana bu garajimizdan chiqamiz. Ya'ni mana buni olib tursak, mana buni yashirib turamiz. Ya'ni mana garajdan to'g'ri mana bu yerdan boradigan bo'lsak, boyagi joydan uyga kirsa ham bo'ladi. Yani mashinani qo'yib, bu yoqdan aylanib o'tirilmaydi-yu. To'g'ri mana bu yerdan to'g'ri mana bu yerdan kirib chiqiladi. Ya'ni mana bu yerda mana boyagi eshigimiz bor, garajdan kelgan eshigimiz bor. Va shu yerda o'zidan to'g'ri ikkinchi qavatga chiqib ketsa bo'ladi.
Yani mana bunday chiqib ketamiz. Ikkinchi qavatga chiqayotganda mana zinani plashadkachasidan mana bu mehmonxonamiz bo'lyapti. Ya'ni kelgan mehmonlar ikkinchi qavatgacha bormaydi. Mana shu yerdan to'g'ri o'tamiz. Bu tomonda garajimiz ustidagi mana bu paltarashka qilingan mehmonxonamiz bo'lyapti. Shunday holatda bo'ladi. Va bu tomonda oxirgi xonamiz birinchi qavat uchun spalni bo'lyapti. Hovli tomonga qaragan. Ya'ni otaxon onaxonlar uchun ikkinchi qavatga tushib chiqish qiyin bo'lganligi uchun bu yerda spalni ham qoldirib ketgan. Umumiy hisobda birinchi va ikkinchi qavatimizga ketadigan qishlarning soni 40 ming atrofida mana shu paltarashka qilishdan ketadi, sarflanadi. Birinchi qavat va ikkinchi qavatimiz uchun общий bo'ladi. Va endi ikkinchi qavatini ko'rib chiqamiz. Tomni yashirib turamiz. Общий mana bu tomon past bo'lganligi uchun mana bu yerda joy qoldirilib, tomni alohida qilinadi. Va ikkinchi qavatga to'g'ri chiqadigan bo'lsak, mana zinadan aylanib kelib biz ikkinchi qavatga chiqamiz. Bundan oldin mana zalga kiradigan eshigimiz bor. Chiqqanimizda bu yerda mana uzun ikki tomonga ketadigan koridorimiz bor. Bu yerda bitta mana detskiy xonamiz, birinchi qavatdagi xonani ustidagi xonamiz bo'lyapti. Va bu oshxonamiz ustida ham yana bitta detskiy xonamiz bo'lyapti. Mana koridordan zinadan aylanib chiqqanimizda. Va chiqqanimizda to'g'ri bu yerda bitta общий sanuzelimiz bor ikkinchi qavat uchun. Bu yerda bitta yuvinish xonachasi kirganimizda va bundan o'tib alohida unitaz, vanna, shunga o'xshagan rakovina hammasini bu yerda joylashtirsa bo'ladi, общий bo'ladi. Va oxirgi xonamiz bitta mana holni tepasidagi katta o'to'nlar yotoqxonasi bo'lyapti. Ko'cha tomondan qaraganda mana bu xonamiz bo'lyapti. Eshigi va mana bu yerdan kiriladi. Va oxirgisi koridordan to'g'ri keladigan bo'lsak, mana bu balkonimizga chiqiladi. Ya'ni mana shunday holatda chiroyli proyekt bo'ladi. Ularni qaytaramiz. Umumiy ko'cha tomondan qaraganda mana shunday chiroyli ixchamgina uy hosil bo'ladi. Umumiy ko'rinishda mana shunday holatda bo'lyapti. Va yurtdoshlar qo'ldan kelgancha ko'rsatib tushuntirib o'tdim. Biror talab takliflar bo'lsa bemalol, buyurtmalar bo'lsa bemalol tortinmasdan murojaat qilishlaringiz mumkin bo'ladi.